Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bu Xonobod obyektimizda podol qismi, qo'l qismi bu. Xonasi juda chiroyli chiqyapti. Bu yerda MDFdan dekorativ qilib berganmiz. Dizayn asosida bo'lyapti hamma narsa. Mana bunisi bu tarafda ham MDFdan dekorativga qilingan. Hammasi dizayn asosida bo'lyapti. Fotologlarimizda tavaniyalar bo'lgan. Xonasi juda chiroyli chiqyapti. Bu garderobimiz. Juda katta garderob bo'lgan. Bu tarafda ikkinchi garderob va prachka hisobida ketadi bu yog'imiz. Kirmoshinalarni olib kelib qo'yilgan. Xudo xolisa ustanovka qilib hammasini joy-joyida qilib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa bemalol olib chiqishingiz mumkin.